Assalomu alaykum. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan o'zgarar. Bu videoda shunaqa tekst qilishni o'rganamiz. Hozir menda versiya 1.21.41 ga. Play Marketga kirib qidirishga yozamiz. Mana qidirishga buni yozamiz. Shuni yozamiz. Va mana chiqadi, sizlarda boshdan shu chiqadi. Shuni o'rnatamiz. Endi men o'rnatganman. Men ochib bosaman, ochamiz. Va galeriyadan bitta o'zimizga yoqqan rasmni yuklaymiz. Sizamin belki bo'lsam yuzimni ko'rsataman. Keyin ham shunaqa chiqadi. Va mashina bosamiz. Mash tool'ni kutib turamiz. Keyin ham shunaqa chiqadi. To Minecraftga bosamiz. Keyin ham shunaqa chiqadi-da. Mana meshdan tanlash bor. Bittasini tanlay deyapti. Uni tanlaymiz. Va tekst chiqishini bosib, sozlamalarni bosib, to Minecraft. Hozir va mana shunaqa chiqib, yana kirgiz. Minecraft bosamiz. Kirgizvaradi. Keyin shunaqa chiqadi. Keyin play'ni bosamiz. Play'ni bosganimizdan keyin boshiga chiqadi. Shuni bosamiz. Ya'ni building'ga bosamiz. Keyin kirishini kutib turamiz. Shu versiyaga o'rnatish. Kiradi, hozir kutib turamiz. Kiradi deydi-da, kirgizadi dedi. Shunaqa chiqadi. Keyin har sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.